Шинжаң Шахла Xalqaro savdo cheklanish shirkati tojdorligidagi To'xtama to'xtay filmini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Mezlik bir havatqini naning atirki desam, asli Shahlo chash doktor ekanda. Bu filmni tövendeki o'rinlama alaydı qo'ladi. Qutyar Xalqaro savdo cheklanish shirkati Qutyar yurish ichimliklari. Ma film haftada bir qism chiqdi. Chiqaverdigan bir Qutyarning zaylayipingiz emas bu. Ro'yab Xalqaro savdo cheklanish shirkati Ro'yab yurishlik sog'lomlik mahsulotlari. Sog'lomligimiz eng muhim. Ro'yab hamro har doim. Parvish Shahlo chash doktorida. Ko'rkam chashlarni texmi asraydi. Mehrli qalblarni bir-biriga bog'lovchi Shahlo chash doktori chash attir javhari. Hay kız bir ko'nglimni bersan, ham rost tur so'zlarimga ishon. Qilmasman hech kimni santan, bir san ko'yib, chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hatim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. To'xtama to'xtay filmi har shanba kuni yayınlanadi. Salon adresimiz To'xtama to'xtay. To'xtama to'xtay filmini eng suzuk altını ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu ishkilik kortni skanerlab Subat Abdidalning eng yangi nusxasini tushiring. O bu Ündar saloniga baray deb kirgizib qo'yish taboqni akab bo'pti. Xotin, tamoq yeyli mamada. Voy, esli. Bak kızım kelganman. Asıl Matih o'g'il do'stim bilan tamoq yeb, endi kinoga yig'ilmoqchi. Siz qaytib keldingizmi? To'xta. Voy, keldingmi? Nim uyga kirmay bir borangib ketdinglar. Shu Asad abaytni aytdi. Bo'ldi. Ish yo'q adash. Bizmi shu amdi kirib taylab turgan. Sen yig'inib tugdimi? Ha, yig'inim tugdi. Ha, bunday yo'l qaranglar. Yig'inda o'tasak, direktor toz qaynab so'zlayapti. Meni bir nasvostimi, bir chivin kirib qaranglar. U yoq qufchidi, bu yoq qufchidi. Shuni olaylik, chivinni qoraymi deb. Siz qaytib keldingizmi? Yaxshi turayotgansiz? Yaxshi, o'zingizchi? Men yaxshi. Adash. Kim qizol bu? Ha, sen birinchi qismda yo'q, shuni tunmaysan qizolni. Chiroyli qizol kejmi? Shu. Bu qizol bo'lsa shu To'xtaninki tunji qiz do'st bo'ldi. Kechiring to'xtay. Men Amerikaga ma'lumsan bo'lmaydigan qoldi. Bilsiz meni o'qishim bitmagan, yana 3 yil vaqtim bor. Men o'z orzuyim uchun, o'z kasbim uchun o'z Yo'q! Bu tunji qiz do'sti hamda shu tunji qiz do'sti. Tunji Muhammad. Ko'nglan yerim qilma. Digina. Shu bu qizola to'xtalar xel uzun yurgan. Bu ishkisi hamda. Keyin anikin chatal chiqib o'qiyma dedimi, bilim qilma dedimi, chatal chiqatdi bu qizola. To'xtini tashlab. Am qaytib ketdi to'xtang? Hey, men hayron qoldim qara. Bu to'xt yuvosh o'g'ini o'lajib. Taliva kedaymi buning? Chiroyli qizlarni hammasi mushni yaxshi ko'rib qoldi-ku. Tong'ir, donliq riyosatchi bo'lmasa. Shunun qaraganchada hozir qizlar yuvosh o'g'illarni yaxshi ko'radigan o'xshaydi. Shu qaytib kelsam siz bilan ko'rishkim kelib, savdoshlardan sur chiqsam siz mushatrab turadi degandi. Shu o'zim shaylar izlab kelishibdi. Aha. Vaqtingiz deb qo'ymagandim-a? Yo'q. O'qishingiz tugdimi? Yana qaytamsiz yoki Qaytmayman. Hozirgi planim ishad qilib kelish. Yaxshi o'ylabsiz. Haris, to'xtay, numarangizni almashtirdingiz. Men burungi numarangizni topamsiz? Ha, burungi telefon numarim shu. Ha, ana sizga tushgan telefon bilan tamoq yeb kelandik. Bo'lmanda.
Ya ya. Soğuz barmı? Yak buldu. Buldu tamam hayır. Әмісі, mən sizini avar qılmay, mənim başqa işlərim var deyim, mən işlərimlə qılay. Neçə gün telefonsan görüşərik. Mağıl. Maqıl, xoş. Xoş. Bu daqiqada To'xtining dunyosini tasvirligisiz murakkab hissiyot qoplagan edi. U 2 yil burun o'zidan ayrilib, yiroqlarga ketgan Shahloni unutib ketdi. Qaytib uchirtib qolgan taqdirdimi, tabassumdan boshqa g'ayriy hissiyot qolmaydi deb o'ylaydi. Afsus, To'xti Shahloni ko'rib jiddiylashganidan gapni qila olmay qoldi. Bu zodi nima uchun? Vay. Vay, Toxti, mən Şəhla. Toxti? Ba. Oy. Haflı bak sat oldu ya. Ba. İdarəçilikə yoxlam qılğanı günü qoptum hemen badım. Şu bugün telefon qilishimda boshqa maqsadim yo'q. O'tgan deyishgan tuqqu bile tamoq yeb kelaylik deb. Şu uzoq o'tgan siz bilan ko'rishmayman, siz deydigan gaplarim xeyli yig'ilib qoldi-ka. Şu telefon qilishimdi. Qanaq vaqtingiz bormi yo'qmi degan? Vaqtim bor. Nima yeymiz? Mayli, nim bo'lsa men baribir istam. Oy. Hopla. Bugün bir xizmatdan ishini deyishib qo'ygan. Shu yerga mang'atdim. Ha, bo'pti, hamsa xizmat muhim emasmi? Xizmatingiz qilavering. Keyin aloqalashamiz. Ma'qul. Boshqa kuni men sizni mehmon qilay. Oy, to'xtaysiz qachaya qizlarni mehmon qilib olib ketdingiz, deb o'zingiz taklif qilib, xeyli o'zgarib qolibsizmi? Hay, bo'pti, hamsa sizning xizmatingiz aldirashga men daxl qilmay. Keyin ko'rishamiz-chimi? Aras, mana telefon nomerim. Kirgizilang, ha? Bo'ldi. Men sizga telefon qilay, ya. Xo'sh. Voy, Yaxshimi? Ay, saqlab ketdingizmi ya? Yo'q, men hozir keldim da. Ha. Oy, men shu sizni bu yerga chaqirishimga asosiy sababdan men sud saroyining bir o'rnini o'zimiz ko'rib baqsaq, anan kechikimiz kirib bir amaliy tekshirish qilib baqsaq, bizning Shehla shirkati bilan sizning shirkatning hamkorligiga eng muhimi mau loyihangizga misal foydasi bo'lib qolamki deyman-ku. Shu oldingi kuni direktor deganda menga Müşak kep bir körpak bak yaxshi echilibdi deb. Kep körpakqanda men qadamak afzal kep yana sharoitlar. Shu men qarab baqsam abay kagit bu yana odamlarim xeyli jiqtagan kep ketishimi, ananiki qatnashimi qulaylikka, men mashina to'xtadigan o'rnim xeyli kanka. Ammo men oshxonam bakanda, suhbatchatda shundan muvofiq ko'rdim-ku. Shu men mana shunday his qildim. Ananiki men oldingi kun kelganda, udildiki ya o nimalarni körpakqanda do'konlarni. Deb körpaqanda. Mayli. Yaxshisiz. Siz bu yerda yuribsiz-ku? Shu telefon qilsam bu yer xizmatimizga aldirash degandingiz, shu uzoq o'tgan atrofga boqmoqlik. Chunki birdan bozor aylang'ach necha bir kiyim seta olay degandim. Xizmatingiz xeyli randarka. Men tanishtirib qo'yay. İsmi Ziba. Bu qadamliq men loyihamizga mushu so'lsaray toz Moskvadan o'xshaymiz bir do'konlarni ko'rib qayilib kelgan. Bo'ldi, to'xtay, jiddiylashma. Bak tushuntirib ketdingiz. Men hatto tushunmadim. Men jiddiylashmadim. Ha, bo'pti, sizlar xizmatlarni qilaveringlar. Men daxl qilib qo'ymay. Men birdan bozorni necha bir kiyim seta olib qaytdim. Aras meni tovoq taklif qilgansiz, unutib qolmoqchimi? Ya, unutib qolmadim. Bugun kechda bo'lsinmi? Mayli, men baribir. Kechgacha ishimiz tugaydi-ku, ha? Ammo men sizga telefon qilay kechda. Ma'qulamiz, telefon saqlayman. Yaxshi xizmat qilaman, xo'sh. To'xtay. Sat oldu ya. Ya qay qo'ydimda jiddiylashib ketasiz. U qiz kimdi? Bu qiz mening tunji qiz do'stim. 2 yil burun chatga o'qishga ketgan, shu hozir o'qish tugab qaytib ketdi.
Tushundim. Hozirmi yaxshi ko'rgansiz-da? Men uxlayman. Ay, qiz do'stim desangiz, ikkimizdan bu yerda xato tushunib qolganmidi? Yo'q, xatomi tushunmas, xizmatlashib olganga to'g'ri tushundim. Ammo tushdan keyin ko'rishga vaqtinglarda bir aql tushuntirib qo'yingchi-mi? Ma'qul. Xato tushunishib qolmasin. Bo'ldi, xotirjam bo'ling. Bo'ldi, unaqa hech kim sabay sizga yana berib ko'rib boqamdi. Men magazinlarni dedim qarang. Ha. U magazinlarning qurilishlari harajat. Oğlum, yüreknin, minginin kuvveti nerede? Mana mau yerda. Kanada Jameson yürüşlük mahsulotları yürek menge sağlamlığı üçündür. Jameson yurak mingi yaşartış mahsuloti qon tomirlaridagi axlatlarni tozalashga, yurak harakatini yaxshilashga unumi ko'rinarli. Hey, ma, nima qilsan? Tomoq zakaz qilyapman. Men bu yerda. Ya bu, sen doim bizning tomoq yeylam kelamsan? Voy, qo'saq osh meniki. Baraydan qotamsan? Ha, hozir shu mulozimat eng tez. Shu mulozimat yaxshirim shu aka shu. Bu Ündar salondan qo'llandik buni. Ha? Polo ha. Ya 25 qo'y. Bular bu yerda bugan tomog'ini yeb futmasni. Sen akşam o'ynab futurib qo'yapman. O'chog'il kelsan-da bugun ha? Kechi cho'g'o qara. Men tadqiq qildim. Bugan futmasni qarabdi ha. Men sen bugun yana bir qatim futurishdan nimaligini o'rgatib qo'yay. Mama. Qara. Asad nasıl sığa bu? Bu, qirqim oy. Yeni tutilib qapti-da menga. Asad telefon qildi bila. O nima bo'lib ketdi? Ama telefon. Ne dedik vaqt amaydi bu? Amdi. Ahvol toza to'g'ri emas. Yaxshi bosh biz ishni bir taraf qilaylik. Mama. Voy, men ketmayman dedim, gap tushunamsiz, tushunmamsiz. Qo'y biroq qizalni. Ya aldığıma qo'ya taqsalni. Ko'p kunduz bozaq qilib, kichikgina bir qizalni. Nima qilsam-mamda, Ya badining o'chik ishlab ketmay, bizga ishga. Unostik bizga ma'qul, mashq qilganjima sanab qo'yay. Ha. Hozir ketsam ulgursa sana aytib qo'yay. To'g'rimi? Bizni ko'miga qaypat kira olmaymiz. To'g'rimi? Men uchinchi deyman. Ber. Ishga. Mana? Qarag'ani bugun rasman artimiz chiqamsa qolmandimi? Ha. O'zimni ko'jma, bizim bozaq qildimi? Ey. Mana hozir kichik bolalar ko'ryapti-da. Film nomanda qo'pol ko'rinishlar chiqasa qolmaydi. O'chirishtirib. Hajim to'g'ri, o'chirishtirib. O'chira. Bo'ldi qilim. Men sizlar kessammi bo'lmadimi? To'xta. Uni akasam bo'lmaydi. Agar Asad bishad bo'lgan bo'lsa, Asadmi seni to'marisida akitishimga yo'l qo'ymaydi. Hozir Asad yo'q. Bizmi seni uni akitishingga yo'l qo'ymaymiz. Chunki Asad bizdan yaqin do'stimiz. Bo'ldi qilim. Bo'ldi xon qiz. Dadang saqlab qoldi biz ma'yli. Xon qiz? To'g'ri. Bu bizning qo'yish ko'raylidirning cho'ng qizi. Bu nima ketdi bu? Siz bu puldar ayının qizmasiz? Zat kim bo'lsangiz? Quyosh ko'rayning? Nima bo'lib ketdi u? Shunda pulmi? Ha. Quyosh ko'ray degan xalqarodagi 500 cho'ng korxonaniki birisi. Ular davlat ichidimi? Xili oldin qatardiki. Shunda cho'ng guruh necha milliard degan qo'rqmay hajlaydigan cho'ng korxona. Demak, amsa Asadmi puldar ayının bazıdan? Burmuş pul ekan olsun-a? Yalan tuş qalanda. Ömrümde hememişte atalmış baylağa hem de üç. Qalanda tutsa? Hey, Asad bizni aldab turjimi? Yo'q, akam sizlarni oldimidi. Amaliyot akam bilan dadamning munosabati faqat yaxshi emas. Amsa, opangiz bilan-chi? Akam kichik vaqtida dadam oilaga beklam oz ko'ngil bo'ldi-ku. Hatto akamning opsig'im tuzuk ko'ngil bo'lmaydi-ku. Dadam hamisha sirtda qotirib yurgachga, akam va uning opisi uyda doim yolg'iz qoladi-ku. Akamning opisi uyda yolg'iz o'tiraverib, buruq turma kesib bo'lib qoldi.
Ondan kesli ig'irlab ketib, bu azobga bardoshlik berolmay akam kichik vaqtida qazo qildi. Şu akam apısının ölümünü dadamdan gördük. Şunundan tatip akam dadamga ancha yaxshi ma'mul qilmaydi. Shunga u ikkisi faqat chiqisholmaydi. Şu Asad aslında mulçir ekanligini. To'xta. Unda bo'lsa sizdan degingiz. Uni apisi degingiz. Biz amaliyotda tadbir apa boshqa qilsangiz bo'lmas. Bu ishlar yuz bergandan keyin mening opam ondan bo'yiga yotliq bo'lib kiribdi. Biroq men tug'ilgandan buyon akam meni xuddi o'z singlisiday ko'rdi. Shundoq e'tiborlaydi. Akam aslida kichigidan tatib rasm chizishni yaxshi ko'radi. Biroq dadam hamisha uni savdogar bo'lishga majburlag'achqa akam bu ishlarga chidamay uydan chiqib ketgan. Qachonla qarshi nerede bir nersiz bu tamam. Nemizga bayliq qiladi bu? Tutab oldim ulandim bunda. Ya men bunu sizga bir palak chiqib ketdi. Bunun olsa bunda rasam deganda necha mingta qildi. Opamga sendek narsa deydi. Tayim yo'q. Asad şunu mulçir ekanligini. Akamdan kichigidan yaqin do'sti bo'lib boqmagan. U hatto o'ziga yaqinlashganlarni mening salohiyatim uchun menga yaqinlashidi deb o'ylaydi. Shu o'ziga yaqinlashgan har bir odamni yaxshi odam emas deb o'ziga yaqinlash qilib qo'ymaydi. Unda bo'lgandan keyin uning do'stlari albatta bo'lmaydi-da. Biroq u uydan chiqib ketgandan keyin men o'ylab boqmabdim. Hatto akamni bir umr do'st tutmaydi deb o'ylab ekanman. Biroq u to'xtaqashqa uchirgandan keyin sizlardagi yaqin do'stlar uchrabdi. Men amaliyotda akamni izlash uchun uydan xufiyan qochib chiqqan. Shu bu qitim dadamdan pekla ochiq kelib ketibdi. Qaraganda men rostla ketmasam bo'lmaydi ekan. Sizlarga rahmat. Akam bilan yaqin do'st bo'lganingizga rahmat. Ben qaytay. Haras. Sadiq aka. Xo'sh. Men uchun to'xtaqashga xo'sh deb qo'ying a. Sizga xo'sh. Hasaya o'g'risi. Berib Asad izlaylama. Berib xushum ishtamda bumi. Hozir Asadni topqil bo'lmasa, biz oldi bilan bu ishni to'xtaq deyli. Balki to'xtidan amal bo'lib qilish mumkin. Ammo aşa qil. Yo'lolami de? Yaxshimiz bor. Yaxshimi? Siz yeni kelibsiz-ku. Shu sizning xizmatda tushungiz saqlab turishim. Bundoq tushunmaydigansiz Mirzod. Men sizga qancha qitim dedim, men hozir arilishyapman qarang. Ishimiz hozir qo'ng'ishishmishdaq yaxshi do'stlardan bo'lib o'tsak bo'lmamda. Ammo mening sizga rostli ko'nglim yo'q. Siz meni aldayapsiz bor. Men hammani aniq qildim. Bu pakaslarning shirkat hamkorlashuvchiga xizmatchingizga xolos. To'g'ri, xizmat deyishim. Lekin xizmatdoshlar o'zaro muhabbatlashib bo'lmaydi degan qoida yo'q-ku. Sizni oldimidi? Yo'q. Siz meni yana aldayapsiz. Siz bilasiz, men sizni qancha yaxshi ko'raman. Men siz uchun nurg'un ishlarni qildim. Acaba siz menga bir qitib fursat berishni xohlamaysiz? Shundoq tushunmaydigansiz. Men hozir to'xti bilan shundoq yaxshi arilishyapman. Siz nemish bundan meni turmushimga daxl qilasiz? O'g'il do'stingizmi? Ha. Asha? Ha. Qancha bilmayotganman. Qanchalik bo'ldi? Bizda hamma aralashdik. Men hamma ishlarimni sizga deydigan vazifam yo'q-ku. Men hammani bilmasman. O'zlarning shirkat bilan hamkorlik qilish orqali sizga maqsadli yaqinlashdim.
Agar ular sizlarning shirkatlar hamkorlik tuzmagan bo'lsa, allaqachon vayron bo'ladi. Mening shirkatimiz sizlarning shirkat bilan yaxshi hamkorlikda. Uning ustiga sizlarning direktor bilan eng yaqin avaydi. Bu gaplarni hammasi tutan deyman. Hamda uni bashir sechotmisan. Hey. Vay. Ha, yadımdı ba. Ben şu hazır xizmatdan shu tugab, hamda uyga qaytib keldim. Yuz ko'zimni yuvib o'tibman, sizga telefon qilay, ya. Bo'ldi, uyga kirib o'tibman chiqma. Ma'qul, ha? Ey. Endi keldingmi? Ha, ma'qul. Men endi telefon qilay, ya. Bu qo'ya telefonni. Voy, nima uyga kirmay yentalab turib turibsizlar? Shu seni saqlab turdik, chataq chiqdi. Shu cho'ng chiqdi hozir. Voy. Aldırmay so'zlarni aldırmay. O'zinglar bes o'ylab, ha. Qara, abaytim bor-ku, bunday yo'lda qara. Ha, musha yo'lda abaytin. Ya bu Asad. Hep shangimga ma'noda qana Asad o'zi? Shu bizmi topolmayapmiz hozir. Telefon qilsak ya olmaydi, uyga kirsak uydimi yo'q. Telefon qilsangmi? Ha. Unda o'sna ketganda o. Asad bunda qilmaydi. Uning bir ish qolmasa. Voy shu bizim shu bir ish bo'lib qolmasdi deb ansirayapmiz shu. Endi sen nima qilmagan bilan uni bizdan bakarab tushungandiki, shu sen kelgan vaqtda birga izdamiz deb saqlab turgan seni. Shu. To'xta. Bir shop qolgan taqdirda o singlisini shuni qilgan degan cho'qim yenib kela o'g'aydi. To'xtanglar. Bunda qilaylik, men bir necha bag'aylarni hukumat. Ha. Men adresini hammalarning telefoniga avatib beray. Uchimiz ayrimiz deylik. Ha, ma'qul. Qanday oldi? Voyliqi, doim bardag'ayliq Samsxonda o'g'u. Samsxondim yo'q hozir, topamidim. Ma'mi keldi. Qanday oldi xabar bormi? Rasmsiz g'ayriga bordim men. Borsam yo'q-ku. Men bir xil ko'nglim g'ashlab qoldi, bir ish bo'lgandeklar. Undan bo'lmaganda bu. Telefon keldi. Asa shumga qarab baqa. Emaski. Voy, direktor. Ha? Voy, direktor, men Ha, ma'qul, hozir boray. Ma'qul. Nima bo'ldi ya? Idora berib, birisi men qarchaplab, mening ustimda az qildi. Astag'firullah degan nimji qish bu. Hey. Bunjala cho'ng'ishib ketgan bo'lsa, undan sen avval idoraga baqira. Men Asadning ishini bo'lib bizga topshirib beraman. Sen beriver. Shu. Ma'qul. Sen shirkat mama hozirman. Agar Asaddan xabar bo'lib qolsa, men telefon qilinglar. Ma'qul. Unutib qolmanglar. Ma'qul. Amki telefon keldi. Voy, direktor. To'xta. Meni abayaqsiz saqladimni unutib qoldingizmi? Bir telefon urib qo'yingizmi? Men do'stlarimdan ozroq ish chiqib qolgan. Shu ishni bir tarafga yutib boray deb hozir manglayotgan men qishingizga. To'xta, bilman. Ayni vaqtda sizga men vafosizlik qilib sizni men tashlab ketgan. Lekin men hozir qaytib keldim, uning izchil pushaymonim bor. Qaytib kelib birinchi izdiga odamimiz siz bo'ldingiz. Lekin Yo'q, undoq emas, shaqla. Siz o'ylagandek undoq emas. Men shu Lekin men qaytib kelib ba'zi yuz bergan ishlar qarab sizning burunga qat'iy o'xshamay qolganingizni his qilib qoldim. Lekin shirkat tarafniki, men shirkatga bormasam, to'xta. Agarda ko'nglingizga nisbatan kichkina o'rin bor bo'lsa, siz chuqur gap meni izlaysiz. Uning ustiga men ikkimizning o'rtaligida bir qitimliq fursat qolib qoldi. Men sizga kelishingizni umid qilaman. Siz saqlayman. Yana ish chiqdimi? Men
qilishimni bilmadim men. Ey, men buni anglab turdim qara. Bu kallam bo'lganki o'zing olda o'yla. Qaysi ish muhim? Sen nima kerak bo'lsa. Men Qara. Eng yaxshisi ko'nglingdan so'rab baq. Qaysi ish muhim bo'lsa, sen berib shu ishni qilgin. ma'qul. Unda biz bunday qilaylik. Şinjan Şəhla Xalqaro So'z şirketining teri asrash yuyish mahsulotlari 200 xildan oshadi. Şirketning uzluksiz taraqqiyotiga ergishib, avtonom rayonimizdan 50 nafar hamkorlashishga chaqirdi. Baholashda o'tganlar shirkatniki To'xtama-To'xti film guruhini qo'llashdagi hamkorlashuvchisi bo'ldi. Shahla shirkati hamkorlashuvchilarni alohida e'tibor va hamkorlik siyosati bilan ta'minlab, bu 50 nafar hamkorlashuvchiniki tuvan tanarx bilan igilik tikishga yordam qildi. Hamkorlashuvchi elektriklarning shirkatning masofatsiz huquqiga erishiladi. Shundaqla har taraf o'rtaq manfaatlanadi. Fursat g'animat sonchaklik. Agar siz To'xtama-To'xti filmni yaxshi ko'rsangiz, shundaqla bu fursatdan bahramand bo'lmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi aloqa qilish nomeri bilan aloqa qilishing. 0991 58 88 242. Ha, yaxshimisiz? Ushlab ketdingizmi? Siz ushlab ketdingizmi? Ustimidingizmi? Sen ustidingmi? Sen ustidingmi? Siz ushlab ketganda qilib tursiz, a? Sizmi ustidingizmi? Ha, bo'pti. Oy, siz ustidingizmi? Ha, ushlab ketdingizmi? Men shu qutiyardan bir narsam yeni bir budilga chiqqanda sizga beray. Masalan, meningdimi yeni bir budilga chiqib qolsa, siz ushlab ketganlarga bering, ha? Guruhlamaymiz atashbez. Gulzashini shu qurib shirkat qilasak cho'ng gap shu. Guruhdan Men qo'shib o'tmajmi? Asa amman sen. Qara. Qo'rqma. Guruhlanmaymiz biz. Umid yo'q guruhlashda. Action. Bo'ldi, urmoqsiz bilan kessammi bo'lmadimi? Kulsa? Gel. Üç. Aldın kırapma pas. Kimmiş mamaydı bu? Mamay turib ki. İşke sanıqadı mı? Baştı bana. Qayta. Ahlasatı taştış be. To'xta deganda. Niyat bo'ldi, ham yo'q gapmi? Aka. Yer adillarni ketkizib berib, ustiga qanday qilamiz? Filmimizning oldin qismlarining yuqori aniq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Subat FM aptitali aynak ekrani to'lim tori karvan torbini ko'rsangiz bo'ldi. Ham tuvandagi torbat va salonlarga rahmat aytamiz. Uyg'ur televiziya saloni, musiqa saloni, Eron saloni, Bog'chon saloni, Xalqim 3 saloni, Turza saloni, Maishama saloni. Bundan boshqa yana Yumurjon saloni, Saxovatchi saloni, Qushlan saloni, Romantik saloni, Kulki to'ri saloni, Shirza saloni va Nur to'rimi rahmat aytamiz. Hamda izchil turda bizning filmimizni tarqatib kelayotgan biz xabarsiz qolgan har qaysi torbat salonlarga rahmatimizni bildiramiz. Filmimizni har qaysi torbat va salonlarniki o'z oldiga taqtishiga ruxsat qilamiz.